Azizlar, ko'rib turgan plastmassa deraza romlarimiz Aqua Plus 6000 seriya quattro profillardan tayyorlangan plastik derazalarimiz T fasonda hamda 4 ko'z fasonlarda yasalgan. Ko'rishingiz mumkin. Sveta antratsit mokra asfalt svet hamda dupmoka svetlaridan tayyorlangan deraza romlarimiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan azizlar. Razmerlar va narxlarini tanishtirib o'tamiz. Demak, ko'rib turgan deraza romlarimiz 140 ga 160 standart deraza romlarimiz. Kvadrat metri Aqua Plus 6000 seriyalarimiz 1 million so'mdan yasalyapti. Zakazlar bo'lsa bemalol aloqa chiqaringizlar. Metallari hamma joyga solingan, samaringiz bilan mahkamlab qotirib, o'zini metallarini qo'yib berganmiz. Yonboshida antratsit mokra asfalt svetdagi deraza romlarimiz ham taxlang bo'lingan. Ko'rishingiz mumkin, oldiramman. Antratsit svetlarimiz juda ham chiroyli svet azizlar. Bu tomonimizda esa alyumin 11 lik balkon eshiklarimiz juda ham chiroyli hamda baquvvat eshiklar. Aziz do'stlar, imенно hozirgi fasonda azizlar eshiklarimiz почти 99-100% gacha mana shu 11 lik balkon profildan chiqyapti. Chunki deganda ko'p afzalliklari bor. Osilib qolmaydi azizlar. Zamoklari ham joy-joyida turadi. Tabaqalari ham bemalol qalingina, ham chiroylilikka ham chiroyli turadi. Eshiklarimizga 5 tadan 10 ta akfani o'zini ochmoq petallari va katta akfani qulf kaltlaridan qo'yib beryapmiz. Davom etamiz azizlar. Kvadrat metrini birdan yana aytib o'tamiz. Xo'sh. Eshigimiz standart 2 tabaqali 1.20 ga 240 razmerda eshigimiz. Xo'sh, 1 metr kvadrat azizlar, borib o'rnatib berish hammasi ish haqi ichida azizlar 1 million 500 ming so'mdan tushadi. Deraza romlarimiz esa 1 million so'mdan chiqyapti. Davom etamiz. Mana bu tomonimizda ham sal kattaroq deraza romimiz 1.80 ga 1.20 lik derazamiz T fasonda yasalgan. Uni orqa tomonidagi derazalarimiz esa 1.50 ga 1.80 razmerda, u ham xuddi mana bunday 4 ko'z fasonda yasalgan. Ko'rishingiz mumkin. Shtablarni ham urib, hammalarini nol qilib, chiroyli qilib taxlab qo'yganmiz. Xudo xolasa ustanovkaga ketamiz. Qashqadaryo tumaniga ustanovka bo'ladi bu ustanovkamiz. Bu deraza romlarimiz, bu tomonimizda esa alyuminiy eshik teraskalarimiz, dublet teraskalarimiz azizlar, mana ko'rishingiz mumkin. Yonboshda quloqchali teraskalarimiz. 2 tabaqali o'rtada standart eshik tushirilgan va ikki chekkasida ikkita derazalarimiz tushirilgan. Dupmoka alyumin aqua profillardan tayyorlangan va ko'pchilik qiziqtiradigan mana shu fason hisoblanadi azizlar. Mana atayin o'rtasiga qo'yib qo'yganmiz. Sizlar masalan xohlasangiz kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Qaysi fason chiroyli? High-tech fasonmi yo bo'lmasam past qismi bo'lingan fasonmi? Mana bu yodoy gulli oynalar bilan qo'yib berganmiz high-tech fasonimizga azizlar. Mana 1.20 lik eshiklarimiz, bu tomonimizda ham 1.20 lik eshik va past qismi alikafon bo'ladi. Tepa qismi gulli oyna, xohlasangiz o'zingizga yoqqan oynadan qo'yib beramiz. Juda ham chiroyli azizlar. Mana high-tech fason ham oxirgi paytda juda ham urf bo'lyapti. Ko'plab yasab beryapmiz klientlarimizga. O'zlaringizga ma'qulini aytsangizlar akalar, chiroyli qilib kelishtirib yasab beraveramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Qo'shni Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo, Navoiy viloyatlariga ham dastavkalarni yo'lga qo'yib beryapmiz. Mana shunday chiroyli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqaveringizlar azizlar. Mana old tomondan ko'rinishi, zamon qulf kaltlari sifati, petallari a'lo darajada. Ko'rishingiz mumkin. Mana azizlar, katta qulf kalti, rolik zamoklari bilan bemalol foydalanaverasizlar. Mana 11 lik balkon profillaridan tayyorlangan eshiklarimiz. Zakaz qilingizlar akalar, chiroyli qilib aytgan vaqtda, aytgan sanamizda o'rnatib qilib beraveramiz. Kimga qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, videomiz kommentiga bog'lanishingiz mumkin. Yo bo'lsam o'zimizning nomerlarimiz bor. Ikkala nomerda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqingizlar akalar, kelishilgan hollarda chiroyli qilib yasab beraveramiz. Videomiz davomida kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, avvalo uzr so'raymiz. Qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot berib o'tishga harakat qildik. Zakazlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqaveringizlar. Har qanday zakazlarni qabul qilaveramiz. Qo'shni Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo, Navoiy viloyatlarigacha yetkazib berish xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Mana bu tomonimizda derazalarimiz ham hammasi joy-joylarga. Yana ham ma'lumot uchun azizlar aytib o'tamiz. Seximizda hozir aytmasam bo'lmaydi, chunki deganda Shotlandiya gullari urf bo'ladi azizlar. Shotlandiya gullari hozir saqlanib beryapti. Mana bu tomonda paket jarayoni bo'lyapti azizlar. Bu tomonimizda mana o'zi tayyor pashti germetkasini sursak bo'ldi. Mana bu azizlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan shotlandiyalarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqadi azizlar. Oynalar ichiga taxlab beryapmiz zakaz bilan. Kimga yoqsa akalar, uyiga qo'ydirmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun maxsus taxlab zakaz bilan chiqarib beryapmiz. Oynalarimiz ichlari chista qilib artilib, mana germetikaga tayyorlab bo'lib kelyapti. Endi oynalarimiz paket qilsak bo'ldi. Va mana bunday oq svetdagi azizlar, hammom tualetlarimiz, banyalarimizga, masalan, teraskalarimiz uchun ham mana shu oq svetlarimiz Alibis
alyumin profillarimizni tavsiya qilamiz. Hamyonbop juda ham sifatli, kачественный mahsulot. Mana keyingi zakazlarimiz ham ayniqsa ana shundan bo'ladi. Alibis alyumin profillarimizdan 1 kvadrat azizlar, derazalarimiz 600 ming so'mdan, eshiklarimiz 700 ming so'mdan bo'ladi. Abyomlarga chiroyli qilib kelishtirib beraveramiz. Zakazlar bo'lsa aloqaga chiqingizlar akalar, kelishgan hollarda chiroyli qilib yasab o'rnatib beraveramiz. Mana bunday gullar bo'ladigan bo'lsa, отдельный hisob-kitob qilib buni ham qilib beraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar, sog' salomat bo'lingizlar.